umrimni 1 minutini ham, 1 minut emas, 1 sekundini ham menga yoqmaydigan, menga неприятный odamlarga sarflamayman. Вот 1 sekundini ham sarflamayman. Nima qilaman? Sog'ligimni, asabimni buzib, ular haqida o'ylab, quvvatimni berib, o'zimni siqib, kasal qilib, uni o'rniga men o'zimni qiziqishlarim bilan, o'zimni intilishlarim bilan hamma narsa jahlimni chiqazyapti, yoqmayapti mana shu stress qizlar. Bu mana shuni ustida ishlashimiz kerak. Biz bu dunyoga kimgadir baqirish uchun, kimdandir asabiylashish uchun, nimagadir asabiylashish uchun kelmaganmiz. Bizning missiyamiz ham bunaqa emas. Bizning hayotda missiyamiz, birdan bir missiyamiz bu mehr ulashib yashash. Va mana shu mehr ulashuvchi bo'lsangiz, sizga mehr qaytib keladi. Biz agar hayotimizda emotsional intellekt bilan yondashishni o'rgansak, bizda stress faktorlari kamayishni boshlaydi. Ya'ni hamma narsani tabiiy, oddiy bo'lishi kerakdek qabul qilishni o'rganamiz. Biz esa hozir nima? Hattoki rulda ketayotganda, deylik, agar qizlarimiz orasida rulda haydaydigan qizlar bo'lsa, hattoki shu ruldagi jarayon ham, ya'ni qayerdadir mashina noto'g'ri kirib qolsa yoki signal bersa, jahlimizni chiqazadi. Bu stressning mana shu yerda ham bilsangiz bo'ladi. Yo bolangiz nimadir ortiqcha savol bersa, yo boshqa futbolkasini kiyib ketsa, yo oldini dog' qilib qo'ysa ham bizga yoqmaydi. Jahlimiz chiqib ketadi. Mana shu o'zimizni kuzatishni o'rganishimiz kerak.